Assalomu alaykum, qadrli Katyol House'ning aziz kuzatuvchilari. Biz bugun Quva shaharida, Quva Qalinpo'stin mahallasida 3 so'tuylik parniydi. Ko'rning atablini Katyol hamma yo'g'ini patkul holatda topshirib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Katyol ham tunuka bilan o'rab berdi, o'tirib qilib. Endi imkon qadar boshlanishiga yaxshi. Mo'rlar hali qo'yilmadi. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'ini o'zimiz noldan o'zim boshchiligida uni olasa buni parovoy sistemalarini ham o'zim bir bosh olib, chiroyli qilib topshirdik. Oldin Katyolga o'tsak, mana ko'rib turibsizlar. Katyolimiz tunukalar o'ralgan. Buni Katyolimiz 4 ta kitob, oralarida turba qilingan. 3 so'tga bu Katyolimiz xudo xolasa o'tgan natija minus 10-12 holatida 80 kilo ko'mir rasot qilib chiqdi bitta yerda Axtachida. Endi biz ham bor odamlarga aytgan rasotini aytamiz. Endi kim biladi, endi bizni garantiyamiz shu 70 kilodan 120-130 kilogacha beramiz, 3 so'tgacha bir kechaga. Ko'rib turibsizlar. Hop, padachilar 76 lik bo'lgan. Padachi ketyapti. Obratga qaytib kelyapti. Bunaqasiga har bir 3 ta stolga bor. 4 qatordan tortganmiz. Bitta padachi 3 taga qaytib, 3 tada quyilib qaytib keladi. Ko'rib turibsizlar, u yoqqa boryapti-da. Nari yonboshda ham sog'liqni to'sish maqsadida qilingan. Bu yoqqa ham 2 qatordan turba qo'shib qo'ydik. Xudo xolasa buni A'dan Yagacha hamma yo'g'ini hisoblab sizlarga oxirida aytamiz. Sal qiziqroq bo'ladi. Xo'p, Katyol, bizning Katyolimiz shu holatda bo'lgan. Mana kampiligini mana shu holatda bo'ladi. Mana ko'pchilik so'raydi. Mana 4 oy 2 ta eshigi suvli bo'ladi, 4 ta shilanga. Hop, kranning ulitkalari, padachi obratganni gradus ko'rsatib turadigan mana bunaqa datchik. Mana bittasini padachiga qo'yganmiz, mana bittasini obratga qo'yganmiz. Hop, shu holatda bo'ladi. Bu shilankani qo'yishdan maqsad eshik suvli bo'lgan. Bu yerdan ham ancha-muncha kerak bo'lsa bir so'tli yoki 2 so'tli isitadigan issiqlik chiqadi bu eshikdan. Shu eshikka urib issiqlikni beradi. Katyolimiz vehnigarini tepadan yonadigan o'tirlar tayyorlab qo'ydik. Suv qo'yilyapti. Suv qo'yilsa bitta yoqib turib tekshiraveramiz. Hop, Katyolimizga 120-130 kilo ko'mir sig'adi. Shunga qarab, endi maksimal anomal sovuqlar hisobi olinadi. Anomalda bitta zapravka qilib, ertamangacha yona olish hisobi bor. Minus havo yo'q havolarda 80 kilo, 70 kilo solib yoqsa bo'laveradi bemalol. Hop, yana Katyol haqida nima? Buni hop, kanalimizga kirib videolarni ko'rsanglar, alohida Katyollarda obzori ham bor. Bugun Katyollarning sistema haqida bir qator yoritib o'tamiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib zakaz berishinglar mumkin. Shu kunlarda endi buni bu yoqda kunlar issigan, Katyol zakazlar oz. O'zim borib sistemalarni ham chiroyli qilib, bitkizib, chotki qilib, shunaqa holatda asal qilib topshirib beramiz. Xolasa bundan keyin Samarqandga zakaz olganmiz 20 so'tlik Katyollar bilan. U yoqda ham borib nimalarni, videolarni qilib, montajlarni ko'rsatib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, parovoy qilmoqchigan tanishlarga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar akalar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Kommentariyaga Telegram ichkamizni qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar, razmerlarni shunday aytasizlar, parnigilarni manaqa stokasi bor deb rasmga olib jo'natib bersanglar, sizlarga chiroyli qilib hisob-kitobini chiqarib beramiz. Katyollari, sistemalari, turbalar qanaqa ketadi, qanaqa emas, hammasini hisobini chiqarib bera olamiz. Xo'p. Mana buni ko'rsanglar, asosiy sentralniy obratgamiz urilyapti. Через nasos и samoxodga ham moslab qo'ygan. Mana gradusligimiz bor. Hop, bu kranni nasos ishlayotganda bu kranni bekitib qo'yish kerak. Уже bekildi, ovoz chiqaradi. Bekilgandan keyin nasos mana. Nasos qo'yayotganda strelkasi Katyolga qarash kerak, e'tibor berasizlar. Suvni tortadi nasos, Katyolga hadro. Buni beksanglar o'tmaydi.
Hop, endi svet o'chib qolsa, samoxod holatiga buni ochasizlar. Katta 76 da promolar samoxod ishlashi oson bo'ladi. Bunaqa qo'ymasanglar ham bo'laveradi, lekin qo'ysanglar samoxodga yaxshiroq, chunki motordan teshigi kichkina, samoxod aylanishiga qiyin bo'lib qoladi. Svet 1 soat 2 soat o'chadigan bo'lsa, jicha qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bu yerimizda 2,5 sotik, lekin 3 sotik turbasini ishlatdik. Akamiz qalinidan zo'r qilib eng cho'tkisidan qilib beriladi dedi, xudo xolasa. Cho'tki qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, stokadan 20 sm qochirganmiz. Nimaga? Rasa ko'p kommentariyada ham yozishardi akalarimiz. Termizni hisob olingan. Mana bu cheka ham qochirilgan, ichidan bir qavat termiz qilinganda turbadan o'tkazib bilan termiz tashaveradi. Turba ichkarida qoladi, termizga xalaqit bermaydi. Bu chekalarda ham hamma yo'g'i shunaqa holatda chiroyli qilib berganmiz. Padachimiz chiqyapti. O'rtagacha boradi. O'rtaga rashitilni ham mana plastmassadan qo'ydik. Bu yerda endi suv bitta to'lgandan keyin sirkulyatsiya bo'lmaydi, suv pastlanib turadi. Temir qo'ysa tezroq zanglab musor ichiga yetib qolishi mumkin. Paletilen zanglamaydi. Eng vish tochkadan olganmiz, bu yoqqa pasaygan. Bu yoqda akam kraska qilishni boshlagan. Endi sekin-sekin bitkizadi. Hozir teshirib, ancha-muncha teshiklarni to'g'rilab, ko'rib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqdan qochgan. Kelgan narsa mana ko'p aytganim LED turbaga 76 lik svetofor qilganmiz. Buni foydasi bu yoq quyiladi, bu qo'shiladi, aralashmaydi. Aralashadi-da suvda aylanishi oson bo'ladi, teng ishlaydi, bir-birini kutib bo'lmaydi. Oldingi videolarda ham aytganman, keyin eng pastini sentralniy obratga urdik. Uklonlarni mana shuni hisobini olib qilganmiz. Nimaga? Hammasi bir xilda chiroyli isish uchun. Bugungi sana 8-aprel. Aprel oyida ham qildirib olsanglar bo'laveradi. Bemalolchilik, mulkyo'lchilik hamma yo'q. Xohlasa dehqonchilar pishayotgan bo'lsa, telefon olib katta yo'l zakaz qilib qo'ysanglar, hisoblatib ma'qul kelsa, dehqonchilikni yig'ishtirasizlar, shunday boramiz. Paravoylarni hamma yo'g'ini chiroyli qilib sizlarga topshirib beramiz. Mana bitta padash kelyapti, pasayyapti, 3 ta bo'lib qaytib ketyapti. Quvada yomg'ir bugunga Alloh rahmati yog'yapti. Xo'p, mana bunga 57 tani o'zini qilganmiz. Nimaga bu yerlarda sal qisib qaytish kerak, chunki buni metraji oz, turbani oz metraj, teshigini ham e'tibor bilan kichkina teshganmiz. Bu yoqda kichikroq, o'rtani ham kichkina, bu yoqda boricha teshilgan. Nimaga? Sirkulyatsiya teng, suv taqsim bo'lishi uchun. Hammasini bu yoqda ham misol katta ochiradigan bo'lsak, bu yoq katta yo'lga yaqin, nasosga yaqin, nasos tortib qo'yadi. Bu yoq yuraveradi, bu yoqlar ichi tormozlanib bo'ladi. Chunki bu yoqlar teshigini padash teshayotganda teshigini sal kichikroq teshilsa, bu yoq sekinroq tortadi, bu yoqlar bilan taqsimoti bir xilda bo'lib ketaveradi. Xo'p, buni 57 qilganimiz sabab shu. Mana bu svetoforni mana 76 qilganmiz. 76, 57 qo'yilyapti 76 ga. Mana katta teng taqsim bo'ladi. Mana pastda ham uchovi haligi bir-birini kutib olmaydi. Nari ham zo'r bo'lgan, bu yoq ham zo'r bo'lgan. Mana bu chekalarga ham termizning hisobini olib, bu yerga eshik qo'yadi. Mana bu yoqda kraska qilishni boshlagan. Orada bir kun dam oldik. Akam hafsala qilib kraskasini qilgan. Endi sekin bu yoqni ham bittadan havo jahon tinch tursa qilib qo'yadi. Hop akalar, videolar qo'ymay qo'ydik. Bir oydan o'tib ketib qoldi. Albatta uzr so'raymiz. Dam oldik bir oy. Sezonlarni yopib ro'zicha, xudo xolasa dam olib. Endi mana sekin-sekin ishlarimiz boshlanyapti. Bir ikkita katta yo'l berdik. Bir oy ichida ham to'xtab bo'lmadi yozmoz mana. Buni ham katta yo'lni o'zimiz sabab kelib atablanat qildik. Endi Samarqandnikini boshlaymiz. Undan keyin zakazlarga qarab qabul qilib ishlar davom ettiraveramiz akalar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariy ochiq. Kim qanaqa muammosini ko'rganmiz, ochiqchasiga aytaversin, biz uni bloklab, bekitib, boshqa narsa qilmaymiz. Kommentariyamiz hamma uchun ochiq, eshitamiz, maslahatlashamiz. Xatoyimiz bo'lsa ustaga aytinglar. Keyingilardan to'g'rilashga harakat qilamiz. Endi biz uchun maksimalni idealni bo'lgan deb o'ylaymiz. Mana katta yo'l, padash chiqadi, ketadi.
3 qatorga qaytib borib katta yo'lga kirib ketadi. Katta yo'ldan ko'rgan bo'lsanglar, padashasi oldi o'ng tomondan olingan, abrachasi chap orqa tomondan bo'lgan, bir-biriga zigzag shaxmat holatda qilingan. Eng idealni ulanish holati shu bo'ladi. Xo'p akalar, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, shunaqa parnilarni ataplini isitishga, katta yo'lni qilmoqchi bo'lgan, kerak bo'lgan odamlarga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar akalar. Albatta videoga like bossanglar, xursand bo'lamiz. Ko'pchilik ko'radi. Bizni ko'pchilik hali bilmaydigan, ko'rmaydigan, ko'rganlar aloqaga chiqyapti. Ko'pchilik xatolarini to'g'rilayapti. Endi gapirish shart emas, lekin har bir ishda o'zini ustasi qilgan yaxshi. Mana biz katta yo'l sohasidamiz. Katta yo'lni ham uyga emas, faqat issiqxona uchun qilyapmiz. Uyga o'zi raqobat ham ko'payib ketdi. Issiqxonaga qiladigan kam. Nimaga? Chunki issiqxonani o'ziga yarasha javobgarligi bor. Hop, bu salapanda turadi. Salapanni ichini isitib berish kerak, bilasizlar, kuchli issiqlik kerak. Uy endi uy issiq bo'ladi. G'ishtdan bo'lgan qalin bo'ladi. Uyda isitish oson. Bir siqim ko'mir bilan isitaveradi. Ataplayni u nomiga ishlaveradi. Parnilarni isitish, bilasizlar, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Qiyin, salapanda orasida turadi. Har bir ishda o'zini mutaxassis qilgan yaxshi. Hop, albatta akalar, sarflagan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar turibdi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telefon qilib gaplashgan uyalsanglar, Telegram pramo o'zim lichkam ulab qo'yganman. Bemalol aloqaga chiqib, qanaqa savollar bo'lsa, razminlarni bersanglar, chiroyli qilib o'lchab, hisoblab, aytib, deb kelishib qolsa, nasib bo'lsa, o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Hop. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat, e'tibor uchun. Katta yo'l havuz xizmatda.